Okalar bunaqasi har doim ham bo'lmaydi. Siz uchun juda ham shikillat narxdagi bo'lgan BMW X7 topib qo'ydim. Narxini videoni boshida aytib ketaman. Srochno like bosib qo'yasiz. $117,000 ga ushbu amerikanskiy juda ham ideal holatdagi bo'lgan avtomobilimizni xarid qilib ketsangiz bo'ladi. 3 litr twin turbo 386 kuch bilan jihozlangan. Gap yo'q, farlarga ahamiyat qilib qo'yasiz. Avtomobilimiz 2023-yil 39,000 km masofa bosib o'tgan, juda ham yumshoq bo'ladi. Dachkasi pozon бескучевой достуp va davochiklargacha bor. Ichki salonga bitta ahamiyat qilib qo'yasiz. Такой необычный, seriga oq кожаный salon kombinatsiya bo'lgan. Navrtlar keladigan bo'lsa, multimedial rol, mamchoklarga ahamiyat qilib qo'yasizlar. Bu yoqda head-up display, 360 gradus kamera, беспроводная зарядка va pneumopadveska, обдув, обогрев va albatta sidenlarimizni такой atamankalargacha bor, ломающийся. Gap bo'lishi mumkin emas. Harman Kardon akustika sistema va pamять сиденья. Задний vidga bitta ahamiyat qilib qo'yasizlar. 3 ta qatorli 7 o'rindan jihozlangan 4 klimat kontrol va tepalarimizda полностью Alcantara panoramная крыша va eshiklarda pardalari ham mavjud. Задний vidlarni ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Ko'rsatib bo'ladi. Такой базовый скромный BMW X7. Videoni срочно BMW X7 qidirib yurgan tanishingizga yuborib qo'ying. Xudo xolasa hammamizga shunaqa avtomobilni haydab yurish nasib qilsin. Bosib yuboringlar.